O'zbekistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Поэтому нельзя согласиться с существованием суверенной Армении, или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Либо они будут в нашем лагере, частью нашего единого союза, либо они станут плацдармом Запада или Евросоюза. Rossiyalik faylasuf Aleksandr Dugin O'zbekiston va sobiq SSSR tarkibidagi ayrim davlatlarning mustaqil davlat sifatida mavjudligini shubha ostiga oldi. Uning aytishicha, milliy davlatlar davri tugagan va Rossiya nazoratida bo'lmagan hududlar g'arb yoki boshqa kuchlar uchun tayanch nuqtaga aylanishi mumkin. Dugin O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Armaniston, Gruziya va Ozarbayjonni tilga olib, bu davlatlar yoki Rossiya boshchiligidagi yagona ittifoqqa qo'shilishi yoki g'arb manfaatlariga xizmat qiladigan hududga aylanishi mumkinligini aytdi.